aytchi ey Torix, Ozar degan laqab olishingdan oldin isming Torixmidi? Ha, hazrati oliylari, ismim Torix. Ozar bu rohiblik unvoni. Ilohim Namrudga sadoqatim uchun berilgan unvon bu. O'g'ling Ibrohim qachon tug'ilgan? Aniq bilmayman, hazrati oliylari. Men juda qarib qoldim. Ko'p narsani eslolmayman. Hozir eslaysan. O'g'il chaqaloqlarni o'ldirishni buyurgan yili tug'ilgan, to'g'rimi? Yo'q, hazrati oliylari. Unda uni o'zim o'ldirib tashlagan bo'lardim. Senga ishonaman, Torix. Lekin sadoqatingni isbotlashing kerak. Bosh ustiga, hazrati oliylari, sodiq qulingizman. Ibrohimning menga qilgan muomalasidan rozimasman. Yo'q, hazrati oliylari, u juda yomon bola bo'ldi. Ibodatxonadagi eng katta butdan boshqa hamma butlarni sindirib tashlabdi. Nimalar deyapsan? Mening haykalimni ham sindiribdimi? Ha, meni kechiring, hazrati oliylari. Uni jazolash kerak. Hammaga dars bo'lsin.